Assalomu alaykum gruppadoshlar, qalaysizlar? Yevropa kelmoqchi bo'lganlar, sizlarga maslahatim, bizning Telegram kanalimiz bor, ya'ni gruppamiz bor. O'sha gruppaga o'tib, Yevropaga tekin kelmoqchi bo'lsanglar, marhamat o'sha gruppaga o'tinglar. Men hozir pastda silka qoldiraman. O'sha silka orqali o'tsanglar, Yevropaga mashinanglarga ishonmasdan tekin va oson ketish yo'llarini o'rgatamiz. Podpiska bosishni unutmanglar. Avvalambor yaqinlaringga jo'natib qo'yinglar. Ketolmayotgan odamlar bo'lsa, o'shalarga ham jo'natib qo'yinglar. Ular ham ko'rsin. Ularga ham manfaatlaring tegsin, yaxshiliklaring. Sizga kimdir yaxshilik qilyaptimi, siz ham o'shanga qarata yaxshilik qilishni biling. Shu hozir videoning ostida silka qoldiraman. O'sha silka orqali gruppaga kirasizlar va tanishlaringizni o'sha gruppaga chaqirsalaringiz, ma'lumotlar hammasi, priglasheniyalar qanday olish va qaysi saytlardan foydalanish kerak, hammasi bor. Yevropaga ko'rishguncha salomat bo'linglar.